Lamin Yamal haqida 25 ta fakt. Salom do'stlar, X-Fact kanaliga xush kelibsiz. Bugun futbol tarixini qayd etayotgan, yana 15 yoshida La Ligada debyut qilgan Ispaniya terma jamoasining eng yosh to'purari Lamin Yamal haqida 25 ta fakt bilib olamiz. To'liq ismi Lamin Yamal Nasroi Ebana. 2007-yil 13-iyulda Barselonada tug'ilgan. Onasi marokashlik, otasi Ekvatorial Gvineyalik. Ikki fuqarolikka ega, Ispaniya va Ekvatorial Gvineya. Futbolga yoshligidan oshufta bo'lgan. Ko'cha futbolida boshlagan. Lamin Yamal 7 yoshida La Masiyaga qo'shildi. Bu Barsaning afsonaviy akademiyasi. 2023-yil 29-aprel kuni 15 yoshida Barselona asosiy jamoasida debyut qildi. Shu bilan Barselona tarixidagi eng yosh debyutantga aylandi. 2023-yil sentyabrda Ispaniya terma jamoasida ham o'ynadi va 16 yoshga to'lmasdan gol urib, terma jamoa tarixidagi eng yosh to'purari bo'ldi. UEFA Yevropa saralashida ham rekordchiga aylandi. Lamin Yamal FIFA U17 jahon chempionatining yulduzlaridan biri edi. UEFA uni kuzatuvdagi 10 iqtidor ro'yxatiga kiritgan. Barselonada golga assist bergan eng yosh futbolchi. Uning o'yini Ronaldinho va Messining yoshligini eslatadi. Xavi uni klub kelajagi deb atagan. Asosiy pozitsiyasi o'ng qanot hujumchisi, lekin chap oyog'idan foydalangan holda o'ynaydi. Dribling kuchli tomonlaridan biri. Juda tezkor qarorlar qabul qiladi va aqlli paslar beradi. Ustozlariga ko'ra u Messi va Neymar uslubida o'ynaydi. Lamin o'zini faqat gol emas, jamoadan zavq olishni istaydigan futbolchi deb hisoblaydi. Lamin hali 17 yoshga ham to'lmadi, ammo u allaqachon futbol tarixida o'z nomini yozmoqda. Yaqin yillarda Ballon d'Orga nomzod bo'lishi mumkinligi haqida mish-mishlar bor. U futbolning kelajagi deb hisoblanadi va bu endigina boshlandi. Agar siz ham Lamin Yamalning kelajagiga ishonayotgan bo'lsangiz, like bosing, kommentariy yozing. U Messi darajasiga yetadimi? Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Rahmat, sog' bo'ling.